Bunisi shu salondan yangi chiqayotgan Cobalt'ni вообще full varianti mana. Salonlari shu qora, detallar hammasi qora variant. Кожаный сиденье, multimedia, cruise control, кнопка установки, tablo, monitor, sиденье подогрев variantlari bor. Shu hamma narsasi bilan chiqayotgan varianti. Biz bu Cobalt'imizni shu bir spiska narsaga olib qo'yganmiz. STP mahsulotdan foydalanib, polniy to'laqonli full shumizolyatsiya bo'ladi. Malibu bari originalini qo'yib beringlar. Xitoy varianti, arzonchi varianti kerak emas dedilar. Original variantini uстановка qilib beramiz. Podsvetkalar hammasi o'z salon oq bo'lganiga, pirinida hamma narsani o'shanga moslaveramiz. Bagaj knopka barga bo'ladi. Start stop gitarali varianti, Malibu signal. И keyin polniy salon qora, o'zi mana ham detallar hammasi qoraligiga, 6 ta stoyka, patolog bilan detallar hammasini qoraytirib, patologga o'sha 6 ta stoykasi bilan birga sifatli avtotikandan qilib, shu eng yaxshisini qilib beringlar dedilar, uni qilib beramiz. Apparatura yig'iladi. Salon освещение bo'ladi, farani yoqqanda yonadigan bo'ladi hammasi. Salon laminatsiya detallarni qaytarib orqasiga polik. Yana qilinadigan elektronika xizmatlari bor. Shu oyna blok, hamma narsa otido navrotini bitirib, Malibu gitaralarigacha uстановка qilib, tayyor qilib topshirib yuboramiz. Tayyor bo'lsa bitta video obzor qilib beramiz.